Kompyuter o'ynash ham jonga tegib ketdi. Tezroq ishlarni qila qolay. Merdan yana takka eshitaman. Yo barchaga salom, buni ishlatasiz. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Niko Jigarlar yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Video boshlanishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men bu video roligimizni boshladim. Tak, hop, ozgina ko'proq kompyuter o'ynab yuboribman. Kompyuter o'chirib qo'yay. Tak, merdan takkini eshitaman. Shuning uchun tezroq ishlarni qila qolay. Ishlarni qilib bo'lib, keyin sizlar bilan maza qilib o'tiramiz. O'zingizlardan nimaga bu narsa yaxshimisizlar, tushunasizlar? Menda bu hammasi yaxshi. Qishloqda shu bitta muammo juda ham kun issiq, hech qanday bir yomg'ir ham yog'gani yo'q. Bilmadim, xullas juda issiq bo'lyapti. Shu issiqni natijasi mana bizdan ikkita aynigan kartoshkalar chiqdi. Umuman chiqmasdi. Agar havo yaxshi bo'lsa, kun isib ketgan natijasida mana bu qum tuproq ham qattiqlashib ketyapti. Shuning uchun hosillar hozir ozgina o'xshamay turibdi. Nima deymiz endi, mayli. Hop, ana endi bularni tashlab kelishimiz kerak va mana bu o'rog'imizni ham qo'yib qo'yamiz. Yaxshi, 1 2. Okay, men. Buni qo'yib qo'ysak, qolgan narsalarni sotib birorta muzdekroq yegulik ichimliklar olib kelishimiz kerak. Uzrga. Aytmoqchi, birinchi sotib olishimiz kerak edi, esimdan ham chiqib olibdi. Mana bu jetelga hozir sekin asta bitta zerikarli ish sotib olamiz shuni. Bilaman, juda zerikarli, lekin qilishimiz kerak-da. Ana endi buni ham yaxshi. Bo'ladi. Okay. Jetel, mana bu senga sovg'a. Hop. Bizga nima kerak? Ikkita non olib olsam yetadi. Nonim olib jetel, uzra orqa tomondan chiqib ketamiz. Hop, bizga nima kerak bo'ladi? Bizga bolta kerak bo'ladi. Ana o'rmondan anaqa daraxt ham olib kelishim kerak. Pitsa hozir. Uzraga. Hozircha pitsa orqa tomondan chiqib ketdim. Mana bu ishlarimizni qilib, pitsalarimizni yeb olib, keyin bo'lsa qishloq deyapman. O'rmonga borib yeb kelamiz. Hozircha mana bu ssenariy daftarimni bu yoqqa olib qo'yib, hozir pitsamni yeb olishim kerak. Hop, YouTube'ga kiramiz, birorta videolar ko'rib, maza qilib yeb o'tiramiz. Tak, hop. Mazza. Yop. Mana bu videoni ko'rsak bo'ladi. Mazza. Mayli, 2 bo'lak yedim, yo'g'ini kelib yeyman. Hozircha mana bu kolalarni nima o'tib bo'lmayapti? Bizda pitsa bor. Pularimizni ham yo'q. Pularni bu yerda turgani juda xavfli. Yo'qqa qo'yib qo'yganimiz yaxshi. $155 ishlabmiz bugun. Yaxshi. $155 bu qo'shimcha ishim. Merni o'zi ham beradi. Mayli, ana endi bu yerlardan nima deydi? Короче, daraxt chopaylik bo'ldi. Zo'r. Bu yo'g'i keyin ketaveradi. Men o'ldirardim-ku, bu davlatning mulkida mana bu mollar bu yerga tegish bizga taqiqlangan. Hoppa, obunishlar, mana shu yerni pulni hammasini chopib chiqishimga ishonasizlarmi? Ishonmaysizlar, hozir buni hammasini chopib chiqaman, bu daraxtlarni. Qaranglar, vashi. Shunaqa hayron qolib ketasizlar. Mana qaranglar. Bir 500 tacha daraxt tushadi hozir mana bulardan. Hoppa, yaxshi. Mana bularni qo'ysak. Hop, yaxshi. Bo'ladi? Bu narsalar. 33 ta tushdi. Endi qora daraxt bizga kerak emas, chunki buncha daraxtlar yetadi. Bizga hozircha mana bunaqa daraxt kerak. Original, default daraxt kerak bizga. Default.
Aha. Ham olib olsak yaxshi. Qolgan narigi tomonda oq daraxtlar bor, lekin bizga hozir oq daraxtlar umuman kerak emas. Chunki mana shular yetadi. Hoppa, ana endi bo'lsa ketdi. Tomos. Admin ko'rib qolib meni o'ldiradi. Shuning uchun hechkina tegmaymiz. Buni chilar. Bizning qishloq juda ham yaxshi, lekin juda issiq. Mana quyoshni qaranglar. Bir qanaqadir bir joylar ham yo'qda, daraxtlar ham daraxtning bo'ylari ham past. Daraxt kam. Mana shu yerga to'ldirib daraxtlar ekib tashlash kerak. Nima deysizlar? Balkim qachondir ekarmiz. Menga hozir mana shu taklifni berib chiqaman, xohlasanglar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Ularni qo'yib chiqsak, yaxshi, nonimizni ham qo'yib, menga aytib ko'ramiz, bu narsalar, lekin juda ham qulay bo'ladi. Ham qishda, ham anaqada hech bo'lmasa shu birorta mana buni tagiga, mana bu uylarning tagiga bitta daraxt ekib qo'ysak, qishda, yozda issiqdan anaqa bo'ladi. Ham qishda qor yog'sa, qor ko'payib, uni ko'rib o'tirish shart emas. Daraxtning tepasiga yog'oradi va erib ham ketaveradi. Daraxtga ham foydali. Shuning uchun hozir merga aytib ko'raman. Yo'q, mer yo'q ekan, merni xodimiga yetkazib qo'ydi. Yaxshimisan, Jitil? Yaxshi, rahmat. Merga nima gaping bor? Ertaga keladi, aytib qo'yaman. Xullas, shu qishloqqa to'ldirib, nima desam ekan, qishloqqa to'ldirib daraxt eksak nima bo'ladi? Nimaga nima deyapsan? Nima uchun? Nimaga o'zingni lo'xga solyapsan, dabbaz? Shuncha anaqa issiqni qara, terlab pishib ketyapmiz-ku. Hech bo'lmasa daraxt eksak, shu foyda. Ham qishda hech bo'lmasa uylarni, eshiklarini tagiga ekib qo'ysak, qordan pana qilib turadi. Galvars, shuni ham bilmaysanmi? Bo'pti, so'kaverma. Yetkazib qo'yaman. Bo'ldi, qoch. Men ishlayapman. Ishlayapman? Qani? Ko'rma. Kontor o'ynab o'tiribsan-ku. Mal. Bo'pti. Gamer-da bu, bunisi gamer. Mayli, nima deymiz endi? Ishlariga omad. Biz bo'lsa pizzani narigi boshqa bo'liklarni ham yeb o'tiramiz. Yaxshi. Qishloqimiz juda ham tinch. Qanaqadir bir mandalar kelgan yo'q. Mayli, shunday deb turaylik, yana kelib qolishmasin. Mayli. Niko. Voy, uxlab qolman. Niko, chiqsangchi. Nima? Jitil, nima bo'ldi? Ana bu yerda bitta qandaydir niqobli odam kelib turib, hammadan pul so'rayapti. Bilmayman nimaga. Hamma ona qilgan, men qochib qoldim. Bo'lmasam, qo'lida qurol bor deb bizga aytdi, lekin qo'lida hech narsa yo'q. Bir qarachi o'zing. Yo'q, nimaga? Endi dam olaman deb turganimda bir ish. Mayli, shu yerda turibchi. What the heck? Namuncha ko'p jitillar. Aytyapman-ku. Nima qilyapti bu? Shunchalik ham ko'p jitil bo'ladimi? Ana u jitil nimaga? Safda yo'q? Ko'rku. Осуждай, ko'rma. Cho'bunachlar bu bilan shahrisni pichoqchasini olib turamiz. Sekin boramiz-da, sekingina. Yo'q, oraga qo'shilib olamiz. Oraga sekin boramiz-da. Nima qilyapti u? Nima keldi? Aytdim-da, borku, shu bandalar qandaydir anaqalar kelib qolmasa yana gapirmay dedim-da. Voy, bekor gapirib qo'yma. Nimani gapirsam, har doim xuddi shu narsa bo'ladi. Bilmayman nimaga. Jitillar. Alo. Nima sizlar terilib turibsizlar? Yo'q. Bilmadim, mana banda nima dedi, bizdan pul olmoqchi. Nimaga? Bilmadim. Aytishim bor, ko'raychiman. Bu nechilar? Juda qiziq. Hoppa, sekin uzr o'tib ketay. Rahmat. O'tib ketay. Sekin. Uzr.
Ana. Kechirsizlik. Oy, pulni olib keldingmi? Pulim yo'q edi, kechiring. Bor yuqorida olib kel. Qo'limda qurol turibdi, ko'rmayapsanmi? Qurol yo'q. Qurol yo'q. Bo'ldi, qurolingizni ko'rdim. Kechiring. Jidal jinni ekanmi? Bo'ldi, olib kel. Mana bu narsalar buni easy qilamiz. Assalomu alaykum. Sen nima? Navbatda tur. Pul olib keldingmi? Qanaqa pul bu yoqqa? Nabji bu iz bilan. Toqat olmay. Sen nima qilyapsan bu yerda? Ko'rmayapsanmi qo'limda pistolet bor. Aldamasang-chi, jinnimisan? Seni qo'lingda hech qanday pistolet nima yurib bo'lmayapti. Men bilmayman. Men tuvamiz. Sen cho'ta bir chit bilan kirgansan-ku. Voy, nimaga hamma joying ochilib yotibdi mashinangni? Bilmayman, menga shu qulay. Nimaga kelding bu yerga? Nima bularda? Nima pul? Sen qo'lingda hech qanday pistolet yo'q. Seni bir deganda politsiyaga berib yuborishim mumkin. Nimaga sen o'zingcha bunaqa vorni yoqib olding? Kechiring aka. Bor bo'lmasam. O'tir, buni mashinamni olishingiz mumkin. Buni qaytib qo'ymang. Jitillar, hali shundan qo'rqib yotibsizlarmi? To'g'risini aytsam, qo'limdagi ham o'yinchoq pichoq. Bo'pti, mayli. Tiqib olaman men buni. Qochchi. Bunisi haydab kelamiz. Wow! Wohoho! Kelgan-a? Yo'q. Oho. Mana mashinalik ham bo'ldim bir kunda. Bir yomonlikni o'ylagan edim, lekin u unchalik ham yomonlik emas. Jidel bo'ldi, o'tir. Hali ham shu yerda berkinib turibsan. Va. Jidel, hali ham shu yerda berkinib o'tiribsanmi? Yur undan ko'ray. Yo'q-a? Yaxshi, lekin men bormayman, men bir qo'rqaman. Qo'rqoq. Men ketdim. Obunachilar, короче, o'zingizlar ko'rdinglar. Videom shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Ana u bandani bo'lsa nima qilishimizni kommentariyada yozib ketinglar. Hammaga yo'q.